Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kecha majburiy matematika birinchi darsimiz tub sonlar, murakkab sonlar, natural sonlar, butun sonlar haqida gaplashdik. Bugun siz bilan mana shunga doir bir ikkita misollarda ko'rib o'tsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni imtihonda tushishi mumkin bo'lgan, majburiy blokingizda tushishi mumkin bo'lgan savollarda mana shu mavzuga doir savollarni bir ko'rib o'tamiz. Hop. Misollar. Birinchisi o'sha natural sonlar ustida amallar mavzusi yuzasidan ko'ramiz misol. Bizga misol beryapti. 12 minus 6 bo'lib 3 plus 2 ko'paytirib 4. Buni maktabda o'sha quyi sinflardan sizlarga ma'lum, ya'ni birinchi bo'lib qaysi amal bajariladi? Birinchi, agar 4 amal ketma-ket keladigan bo'lsa, birinchi o'sha bo'lish bilan ko'paytirish bajariladi yoki ko'paytirish bilan bo'lish, keyin qo'shib amallari bajariladi. Hop, mana bu joyda 6 ni 3 ga birinchi bo'lib olsam, javobi 2 chiqadi mana. 2 ni 4 ga ko'paytiraman, bunda javob 8 chiqadi. Shunda 12 minus 6 ni 3 ga bo'lganimda mana javobi bu yoqqa chiqqan 2 deb yozdim. Qo'shaman 2 kere 4, mana bu yoqda 8 deb yozganman. 12 dan 2 ni ayiraman 10, unga 8 ni qo'shaman 18. Bu juda ham sodda misol. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Mana bu tartibda bizda mana shu joyda misol tugagan mana. Uzun holatda misol beryapti. Buni holatda nima qilamiz? E'tibor bergan bo'lsanglar, mana bunaqa ikkita ko'paytmalarni mana ayirmas holatda turibdi misolimiz. Jami shunaqalardan 3 ta bizda. E'tibor bersangiz, mana birinchi ikkita ko'paytmamda 24 degan ko'paytuvchi bir xil bo'lib turibdi. Mana shuni qavsdan tashqariga chiqarib olib ishlashim menga osonroq bo'ladi. Xo'p, endi oddiy ishlash qanday bo'ladi? Buni bunga ko'paytirish kerak. Mana buni bunga, buni bunga, buni bunga, buni bunga, buni bunga ko'paytirib chiqish kerak. Bu ancha qiyin bo'lib qoladi bu. Endi qanday qilaman desa, osonroq yo'li mana shu ikkala ko'paytmamdan 24 ni qavsdan tashqariga chiqarsam, mana chiqdi. Qarang, 36 kere 24 dan mana 24 ni yopadigan bo'lsam, 36 ni o'zi qoladi. Ya'ni 36 ni o'zi minus bundan buni yopsam 33 ni o'zi qoladi. Mana o'sha son. Endi mana bu ikkalasida necha bir xil bo'lib turibdi? 11 bir xil bo'lib turibdi ikkala ko'paytmamda. Shundan 11 ni qavsdan tashqariga chiqarib yuborsam, mana 11 chiqqan holati 11 chiqib ketdi. Bu chiqib ketsa 17 ni o'zi qolgan mana. Bundan 11 chiqib ketsa 14 ni o'zi qolgan mana. O'rtasi ayirma ko'rinishi turibdi. Endi 3-inchisiga o'tadigan bo'lsam, 3-inchisida mana 16 degan ko'paytma bir xil. Shuni chiqarib yuborsam qavsdan tashqariga mana plus 18 minus 15 ni o'zi qoladi mana. Endi hisoblayman. 24, mana o'sha 24 ayirsam 3, 11 ayirsam 3, 16 ayirsam mana 3. Endi e'tibor bersangiz, hammasida 3 degan ko'paytma bir xil bo'lib qolgan. Shu uchalasidan ham 3 ni qavsdan tashqariga chiqarib yuborsam, 24 plus 11 plus 16 mana shu holatga keladi. Bularni qo'shib chiqadigan bo'lsam, 24 ga mana 11 ni qo'shadigan bo'lsak 35, 35 ga 16 ni qo'shadigan bo'lsak 51 degan javob bo'ladi. 3 kere 51 bu 153 degan javob bo'ladi. Juda ham oson. Endi 3-chi tipga e'tibor bersangiz mana bu ikkalasida bir xili bor. 13 bir xil bo'lib turibdi, lekin qolganlarida e'tibor bersangiz birorta bir xil yo'q. Mana misol mana bu joyda tugagan. Endi qarang, buni qanday qilamiz? Mana shu ikkalasini ishlaymizda qolganini ko'paytirib chiqaramizmi? Yo'q. Bunda bizga sal yordam beradigan joyi bor. Ikkalasidan 13 ni qavsdan tashqariga chiqaraman mana. 13 chiqib ketsa 21 qo'shuv 24 degan son qoladi mana. Qolganini qaytadan ko'chirib yozdim mana. 45 dan bu yog'ini mana qolgani hammasi qaytadan ko'chirib yozdim mana 24 gacha. Endi bunga buni qo'shsam 13 kere 45 bo'ladi. 45 kere 12. E'tibor bering, endi yonidagi juft bilan mana bu 45 bir xil bo'lib qoldi. Shuni qavsdan tashqariga chiqaraman, mana qolgani ko'chirib yozilgan. 45 ni chiqarib yuborsam ikkalasidan 13 qoladi. Bu joyda plus bu joyda mana 45 chiqib ketdi, 12 ni o'zi qoladi. Qolgan qismini yana ko'chirib yozdim. Endi buni ikkalasini qo'shsam, mana bu 45 mana 45 kere qo'shsam bu 25. Endi qolganini yana davomidan yozadigan bo'lsam, endi mana bu ikkalasida 25 degan ko'paytma bir xil bo'lib qoldi. Endi shuni qavsdan tashqariga chiqarib yuborsam, mana qolgani o'zi holat turibdi. 25 chiqib ketdi. 45 plus 44 degan son qoldi. Qolgani minus 89 kere 24 turibdi. 25 ni o'zi mana 25 ni o'zini men bu yerga yozdim. Men qavs ichini qo'shadigan bo'lsam, 45 ga 44 ni qo'shadigan bo'lsam, 89 bo'ladi mana. Minus 89 kere 24. 89 ni qavsdan tashqariga chiqarib tashlaydigan bo'lsam, 25 minus 24 bo'ladi. Mana shu holatda bo'ladi. Endi 25 dan 24 ayrsam 1, uni 89 ga ko'paytirsam javob 89 degan variantni sizlar belgilashlaring kerak bo'ladi.
To'rtinchisi, endi tub murakkablar haqida gaplashamiz. Yana shu raqamlar tushunchasi 1, 2, 3 raqamlari yordamida yozilgan mana shuga e'tibor bering. Turli raqamli barcha 3 xonali sonlarni yig'indisini toping deyapti. Turli raqamli deganga e'tibor berish kerak. Turli raqamli degani bir marta ishtirok etgan raqam ikkinchi marta ishlatilishi kerak emas. Mana misol uchun 123 bir marta, 2 bir marta, 3 bir marta. Ya'ni mana buni yozma demoqchi-da. 3 ta 1 kelsa bu xato bo'ladi. Raqam qaytarilib qolyapti-ku, takrorlanib. 123 qo'shuv 132 mana bu o'rni almashtirsam ham bo'laveradi. Keyingisi 213, 231, 312, 321. Boshqa 3 xonali son tuzib bo'lmaydi, raqamlar qaytarilmaydi. Shuni hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsam, javobi 1332 degan javob chiqadi. Bizdan masalada shuni so'rayotgandi xolos. Juda ham oson. Keyingisi 1, 2, 3, 15, 17, 23, 24, 169, 289, 361. Mana shu sonlar ketma-ketligida nechta tub sonlar bor deyapti. Nechta tub son bor deyapti. Mana shularga bemalol urg'u berilayotgan so'zlarga chizib ishlasalaring osonroq bo'ladi. Ya'ni javob topishlaring chalkashib ketmasligiga oson bo'ladi. Ketdik, sanaymiz. 1 kechagi qoida bo'yicha tubmidi, tubmasmidi? 1 tub songa ham kirmaydi, murakkab songa ham kirmaydi. Shuning uchun buni o'chirib tashlayman. 2 tub, 3 tub, 15 tub son emas, 3 ga yoki 5 ga ham bo'linib qoladi. 17 tub, 23 tub, 24 tub emas, 169 bu 13 ning kvadrati, ya'ni 13 × 13 169, 13 ga bo'linadi, tub emas. 289 17 ga bo'linadi, 361 19 ga bo'linadi. Endi buni qayerdan bilyapsizlar? Daraja mavzusini o'tamiz. Shunda yana ham tushuncha hosil bo'ladi. Ya'ni bu tipga doir misolni ko'p hali ishlaganim uchun shunda birdan bilaman. Mana bu 17 × 17 degani, bu degani 13 × 13 degani, bu degani 19 × 19. Ya'ni bu 1 ga ham 361 ga ham bo'linadi, keyin 19 ga ham bo'linadi. Shuning uchun tub emas. Demak, nechta ekan? 1, 2, 3, 4. Bizda 4 ta tub sonimiz bor ekan. Javobda 4 degan javobni belgilaysizlar. 6-si sonli ketma-ketlikda qaysilari tub sonlar? Kechagi ma'ruzada ham tushuntirganimda mana shunga doir bor edi. Bu endi hali haqiqiy imtihonda tushgan savollardan bittasi. Mana buni qaysilar deyapti. Mana qaysilari, nechtasi demayapti endi bu yerda. Qaysilari deyapti. Shunga e'tibor beramiz. Birinchisi, tub sonlar ketma-ketligi deya olardim agar 0 bo'lmaganda. Shuning uchun bu kirmaydi. Ikkinchisi, tub sonlar ketma-ketligi deya olardim agar 1 bo'lmaganda. Bir ham tub songa ham kirmaydi, murakkabga ham kirmaydi. Mana bunda tub sonlar ketma-ketligi deya olardim agar 9 bo'lmaganda. 9 ham tub son emas. Mana bu 2, 3, 5, 7, 17 hammasi tub songa kiradi. Bu joyda mana bu 381 sonimiz tub songa kirmaydi. Shuning uchun javob bu ham kirmaydi. Mana buni o'zi bo'ladi. Shunda javob deysizlarda 4 degan javobni belgilasa. Bu nechta emas, bu qaysilari degan faqatgina 4 ni o'zi bo'ladi. 7-si, endi o'zaro tub songa misol keltiramiz. Esinglarda bo'lsa aytdim buni. Ya'ni qoidasi nima edi? kubi 1 ga teng bo'lgan sonlar o'zaro tub sonlar deyiladi. Endi mana bunga e'tibor beradigan bo'lsak, qaysi juftlik o'zaro tub sonlardan iborat degan savol beradi sizlarga. Bunda qanday qilamiz? Qaranglar. 8 bilan A varianti aytadi, 8 bilan 14 deydi. O'zaro tubmi, tub emasmi? O'zaro tub bo'la olmaydi. Bir hali sodda tilda ham tushuntiraman deganman. O'zaro tub bo'lish uchun umumiy bo'luvchilari faqatgina 1 bo'lish kerak degani. Mana 8 1 ga, 2 ga, 4 ga, 8 ga bo'linadi. 14 1 ga, 2 ga, 7 ga, 14 ga bo'linadi. Bir xil ichida 2 ham bor, 1 ham bor. Shuning uchun bular o'zaro tub emas. Faqatgina 1 bo'lish kerak. Bunisi 11 bilan 22, 11 ga, bu ham 11 ga bo'linadi. Bir xili 1 dan tashqari 11 ga ham bo'linib qoldi. Bu ham 11 ga bo'linadi, bu ham. Shuning uchun bu ham tub emas. O'zaro tub emas. Bunisi 12 bilan 35. Xo'p, 12 bilan 35 bir xil bo'luvchisi bormi? Mana 12 1 ga bo'linadi, 3 ga, 2 ga, 3 ga, 4 ga, 6 ga, 12 ga. Buchi 1 ga, 5 ga, 7 ga, 35 ga. Bir xili faqat 1 dan boshqa hech qaysi son yo'q. Bir xili faqatgina 1. Shuning uchun bu javob bo'ladi. Siz bemalol C varianti belgilashingiz mumkin bo'ladi. Endi bularning xatoligini tekshiramiz. 12 bilan 34 2 ga bo'linib qoladi. Shuning uchun bu o'zaro tub emas. 10 bilan 26 ham 2 ga bo'linadi, bu ham o'zaro tub emas. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi 8-si 9, 10, 22, 25 sonlari orasida nechta o'zaro tub sonlar jufti bor?
Shu sonlarning orasida nechta o'zaro tub sonlar jufti bor deyapti. Bu nima degani desa, bu degani mana bu joydan pastda endi ishlayman, joy tashlab ketmabman. 9, 10, 22, 25 sonlar orasida nechta o'zaro tub sonlar jufti bor degani. Mana qarang. Ikkita juftlab chiqish kerak mana. Misol uchun 9 bilan 10 bo'lishi mumkin. Mana 9 bilan 10 bitta son juft. 9 bilan 22 bo'lishi mumkin. 9 bilan 22. Keyingisi 9 bilan 25 bo'lishi mumkin. Xo'p, endi juftlik 10 bilan 22 bo'lishi mumkin. 10 bilan 25 bo'lishi mumkin. Keyingisi 22 bilan 25 bo'lishi mumkin. Xo'p, endi qaranglar. Bu hozir hosil qilish mumkin bo'lgan sonlar juftligini yozdim. Hali o'zaro tub masalaning shartiga yetib borganim yo'q. Endi xo'p, 10 bilan 9 ni o'rnini almashtirsangiz yetsa, u nimasi yo'q. Ya'ni 9 bilan 10 bilan 10 bilan 9 ni almashtirganingiz hech qanaqa bir o'zgarish bo'lib ketmaydi. U bir xil narsa. Endi 9 bilan 10 o'zaro tubmi? Ha, o'zaro tub. Ikkalasi ham umumiy bo'luvchi bir xolos. Misol bu 3 ga bo'linadi, bu bo'linmaydi. Bu 2 ga bo'linadi, bu bo'linmaydi. Bu 5 ga bo'linadi, bu bo'linmaydi. Demak, bu o'zaro tub bo'la oladi. Yana bitta qoida bor, muhim narsa, eslab qo'yinglar. Ketma-ket kelgan natural sonlar doim o'zaro tub bo'ladi. 9 bilan 10, 11 bilan 12, 13 bilan 14 bular ketma-ket kelyapti. Bular doim o'zaro tub bo'ladi. Shu esdan chiqmasin. 9 bilan 22 o'zaro tub. 9 bilan 25 o'zaro tub. Demak, 3 ta bo'ldi. 10 bilan 22 o'zaro tub emas. Sababi u 2 ga bo'linib qoladi ikkalasi ham. Bu 5 ga bo'linadi, o'zaro tub emas. Mana bunisi o'zaro tub. Demak, nechta ekan? 1, 2, 3, 4. 4 ta. 4 ta, mana shu 1, 2, 3, 4 ta sondan biz 4 ta o'zaro tub sonlar juftligini hosil qilishimiz mumkin. Menimcha endi xatolik ketmadi. Endi keyingisi 4 u 8 kesmada nechta o'zaro tub sonlar jufti bor deyapti. Endi kesma deyapti. Bu degani nima degani desa, bu degani biz mana shuni tushunishimiz kerakki, kesmada deganda mana shunga aytib ketaman, kesmada nechta deyapti. Nechta, qaysilar bilmayman. Nechta degani uchun yozib chiqish kerak. Ya'ni 4 dan 8 gacha sonlarni mana bunga o'xshab juftlab chiqish kerak. 4 bilan 8, 4 bilan 5, 4 bilan 6, 4 bilan 7, 4 bilan 8 bo'ldi. Endi 5 ga o'taman. 5 bilan 6, 5 bilan 7, 5 bilan 8, 6 bilan 7, 6 bilan 8, keyin oxiri 7 bilan 8 qoldi. Shunda nechta o'zaro tub sonlar jufti borligini topishim kerak. 4 bilan 5 o'zaro tub, chunki hozir mana aytdim, ketma-ket kelgan sonlar o'zaro tub bo'ladi. Demak, bu kiradi. 4 bilan 6 2 ga bo'linib qoladi, shuning uchun ikkalasi ham o'zaro tub emas, 1 ga bo'linishi kerak. Bir paytda o'zida ikkalasi boshqa songa bo'linmasligi kerak edi. Oson, dehqonchasi. 4 bilan 7 o'zaro tub, 4 bilan 8 ham o'zaro tub emas. 2 ga ham bo'linadi ikkalasi, 4 ga ham. Ketma-ket kelyapti, o'zaro tub, o'zaro tub, o'zaro tub. Mana boshqa nima bo'linmaydi? O'zaro tub, tub emas, o'zaro, bu ham o'zaro tub. Nechta ekan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ta degan javobni belgilashimiz kerak bo'ladi. Agar o'zaro tubda qiynalayotgan bo'lsangiz, bundan oldingi video darsini ko'ring. Birinchi mavzuni tub son, murakkab son degan video darsimizni ko'radigan bo'lsangiz, shunda o'zaro tub sonlar haqida batafsil tushuntirib o'tganman. Agar birorta bir xatolik bo'lgan bo'lsa, ma'zur tutasizlar. Buni hozir savollarni shundaylik ko'chirib yozdimda, ishlab ketdim. Buni oldin ham ishlaganman. Kechki charchoq, endi to'g'ri tushunasizlar. Menimcha xatolik bo'lmadi shekilli. Maksimal sizlarga harakat qilaman, to'g'ri narsalarni tushuntirishga, muhim narsalarni tushuntirishga. Hali bundan ham qiziqarli ishlash usullarimiz oldinda. Hali majburiy matematikada bilasizlar, o'zlaring vaqt birinchi o'rinda turadi. Mana shu vaqtlarni to'g'ri taqsimlashda ham, misollarni qanday oson usullarda ishlashda ham ko'rsatib o'taman. Hammanglarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darsimiz sonlarning bo'linish belgilari, keyin ekub mavzusi bo'ladi.